Assalomu alaykum, hurmatli traderlar. Barchaga xayrli kun yoki xayrli kech. Xo'p, bugun 3-darsimiz. Xo'p, kirish qismini o'tdik, market strukturani o'tdik, premium diskount zonani o'tdik. Endi bizning darsimiz likvidatsiya bo'ladi, liquidity bo'ladi, likvidlik bo'ladi. Xo'p, likvidligida bularni birinchi, ikkinchi, uchinchi qismi bo'ladi. Misol uchun market strukturani birinchi, ikkinchi, uchinchi qismi bo'ladi. Ya'ni osondan qiyinlashib boradi har doim. Ya'ni hozir oddiy tushunchalar va keyinchalik qiyinlashib boradi. Ya'ni hozir birdan qiyin narsani tushuntirsam, tushunish qiyin bo'lib qoladi. Ya'ni juda ham ko'payib ketadi, 1-2 soat bo'lib ketadi va hazm qilish qiyin. Ya'ni osonni tushunib, praktika qilib, bozorda ko'ra boshlaganingizdan keyin qiyinini tushunish oson bo'ladi. O'shaning uchun step by step zinamizdan sekin-sekin chiqamiz. Hali endi 3-darsimiz, keyinchalik 10-15-darslarda yana ko'p narsani o'rganib olasizlar. Xo'p, likvid nima? Likvid narx harakatlanish uchun asos hisoblanadi. Likvid butun konsepsiyaning eng muhim jihati. Likvid ko'pchilik bozor ishtirokchilarining orderlari, stop losslari, buy stoplari, sell stoplari bo'ladi. Likvid narx uchun magnit vosita ishlaydi. Tak. Likvid barcha time framelarning maksimum va minimumlar yoki M yoki W va boshqa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Konsolidatsiyaning maksimum minimumlarida bo'ladi. Trendline'da bir-biriga yaqin highlar, bir-biriga yaqin low'larda bo'ladi. Equal low, equal high'da bo'ladi. Bozor birinchi Xo'p, hozir bozor birinchi likviddan ikkinchi likvidga qarab hujum qiladi va ketayotgan yo'lda o'zidan yana likvidlar tashlab ketadi va ularga ham qachondir hujum qiladi. Bular esa buy side liquidity va sell side liquidity deyiladi. Qisqartmasi mana BSL, SSL deyiladi. Endi ularni ko'ramiz. Ya'ni grafikada belgilanishi BSL, SSL deb qilamiz. Xo'p, keyin ketdik. Xo'p, liquidityning turlari mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. M pattern ko'rinishda bo'ladi, kimdirlar W patternda ko'rinishda bo'ladi, down trendda bo'ladi, up trendda bo'ladi, konsolidatsiyada bo'ladi. Konsolidatsiya buy side liquidity, konsolidatsiya sell side liquidity, down trend liquidity, ya'ni bir-biriga yaqin low'larda yoki bir-biriga yaqin high'larda likvid bo'ladi. Xuddi mana shunday ko'rinishda. Xo'p, endi liquidity nomlari. Misol uchun buy side liquidity degani, boya biz premium discount zonani o'tdik. Premium zonadagi likvid olinishi bu buy side liquidity deyiladi. Discount zonadagi likvidlar esa sell side liquid deyiladi. Deylik, mana bu equal high deyiladi. Misol uchun buy side liquid deyiladi. Kimdir equal high deydi, kimdir buy stop deydi, kimdir double stop deydi, kimdir M pattern deydi, kimdir divine version deydi. Mana shu hammasi bir xil. Ya'ni qaysi strategiyada nimadir deyiladi. Ya'ni bu joyda siz misol uchun kimdir dollar uchun rasm qo'yadi, kimdir equal high qiladi, kimdir buy side liquidity deb belgilaydi yoki kimdir M pattern deydi. Ya'ni siz bularni qayerdadir ko'rganingizda tushunmay qolmasligingiz uchun men bularni hammasini nomini yozib chiqdim. Lekin ishlashi bir xil. Ya'ni narx bordi, ma'lum bir maksimum nuqtaga, deylik hozir qalamchani olaylik. Ma'lum bir nuqtaga, maksimum nuqtaga bordi, impulsdagi korreksiya va xuddi o'sha nuqtaga borib nima qiladi? Likvid yechib, narx keyin o'zini yo'nalishida davom etadi. Xuddi mana shu narsalar buy side liquidity yoki equal high deyiladi. Sell side liquidity esa xuddi shunaqa. Narx ma'lum bir minimum zonaga boradi, impulsni va korreksiya qiladi va xuddi o'sha zonaga borib sell side liquidity qiladi. Ya'ni sell side liquidity har doim nima bo'ladi? Discount zonada bo'ladi. Buy side liquidity esa har doim premium zonada bo'ladi. Sell side liquidity qanday aytishadi? Equal low yoki sell stop, double bottom, double pattern, divine dno misol uchun xuddi shunaqa ko'rinishda aytilishadi. Endi keyingi liquid consolidation, accumulation, flat, nakoplenniya bu ham bir xil. Ya'ni narx biz boya ko'rdik, oldingi darslar range yoki konsolidatsiya yoki flatlarni ko'rdik. Bu narx ma'lum bir minimum va maksimum buzmasdan ma'lum bir diapazon ichida to'xtovsiz harakat qilishi. Ya'ni na maksimumni yangilaydi, na minimumni yangilaydi, na highni yangilaydi, na low price yangilaydi. Mana shu flat yoki konsolidatsiya deyiladi yoki nakoplenniya ham deyiladi. Ya'ni ertaga hozir bu yerda men flat deb o'rgatsam yoki accumulation deb o'rgatsam, accumulation ko'ryapsizlar. Misol uchun o'rgatsam, ertaga siz nakoplenniya ko'rsangiz, bu nima edi deb qolmasligi uchun hamma nomini yozib chiqdim. Misol uchun narx maksimumdan minimumga harakat qildi, yuqoriga borib uchun buy side liquidity qiladi. Ya'ni consolidationda yuqoridagi likvidni oladi va pastga kelib pastdagi likvidni oladi. Endi bu ko'rinish esa trend line liquidity deyiladi yoki phantom yoki compressiya, ya'ni trend line bo'yicha bir-biriga yaqin
maksimumlarda birga yaqin lowlarda bo'ladi. Down trend mana narx tushyapti. Yani impuls, korreksiya qilib ketyapti. Har bir impulsdan keyin likvid olish uchun korreksiya qilish kerak bo'ladi narx. Ya'ni har doim bir xil impuls bilan hech qachon narx harakat qilmaydi. Har doim korreksiya qilib nima qilish kerak? Likvidni yechib ketish kerak bo'ladi. Shuning uchun uptrendda xuddi shunday. Impuls, korreksiya qilib yuqoridagi ya'ni pastdagi likvidlarni yechib ketadi yuqoriga. Down trendda xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, buy side likvidni ko'ryapsizlar, boya men tushuntirganimdek, narx bordi, yuqoriga maksimum narxga minimumga tushdi va maksimumga borganda buy side likvidity deyiladi. Bu BSL deb belgilanadi. Endi sell side likvidity narx minimum price ga tushdi, minimum price ga yana impuls, korreksiya, yana impuls bilan bu nima qiladi? Sell side liquidity qiladi. Xo'p, endi buy side liquidity nima bo'lyapti? Narx impuls bilan boryapti, korreksiya. Endi narx yo'nalishini o'zgartirmoqchi bo'lsa nima qiladi? Ya'ni pastga tushmoqchi, dakasiga tushmoqchi bo'lsa nima qiladi? Misol uchun low price, minimum price, maximum price, ya'ni equal low bo'ldi. Endi nima qiladi? Buy side liquid qiladi, keyin yo'nalishini o'zgartirib ketadi. Oldin bu tomondan liquidni olib ketish kerak bo'ladi. Sellda ham xuddi shunaqa. Birinchi keladi, sellda likvidni oladi, keyin yo'nalishini o'zgartirib ketadi. Mana xuddi shunaqa. Endi buy side likvidni har doim narxda magnitni o'zida tortish haqida aytilyapti. Deylik, biz aytdik, buy side likvid qildi. Sell side likvidni olgandan keyin qayerda likvidlik ko'proq bo'lsa, qayerda pul ko'proq bo'lsa, narx o'sha tarafga harakat qiladi. Endi buy side likvidity bu sellga kirganlarni rate qilish. Ko'rasizmi? Buy side likvidligini olish, ya'ni yuqori tomondagi likvidni olish, bu sellga, ya'ni shortga savdo ochgan traderlarni rate qilish, likvid qilish uchun harakatlanadi. Sell side liquidity esa buyga kirganlarni rate qilish, ya'ni long ochganlarni yoki spotda sotib olganlarni likvid yoki stop urishlar yoki orderlarda chiqarish uchun ishlatiladigan yurish hisoblanadi. Xo'p, bularni o'tdik. Endi qarang, misol uchun narx kelyapti, buy side likvidatsiya qilyapti, sell side likvid qildi, keyin nima qiladi? Buy side likvid, keyin ikki tomon likvid qilib bo'lgandan keyin narx o'zini yo'nalishini davom ettiradi. Mana xuddi ko'ryapsizlar, buy side likvidity, sell side likvidity, buy side likvidity, sell side likvidity qanaqa belgilanishini ko'ryapsiz. Oxirgi swing low, swing highlarda likvidlar nima qilinadi? Belgilanib ketadi. Misol uchun, oxirgi maximum price globalniy buy side liquidity bo'ladi. Bular ikkinchi darajali lokalniy buy side liquidity bo'ladi va har misol uchun down trendda lower highlar buy side liquid bo'lib beradi. Up trendda higher lowlar sell side liquidity bo'lib beradi. Bu konsolidatsiya holatda, boyagi range holatda ko'rdinglar, qanday likvidlik ishlashini. Xo'sh, mana bu o'sha buy side likvidliklarni ishlashi. Misol uchun ko'pchilik SNR deb misol uchun adashtiradi. Deylik biz support resistance zona chizganimizda narx breakout qildi deb adashtiradi, lekin bu nima bo'ladi? Narx buy side liquidni oladi, narx qaytadi yana yo'nalishga. Sell side liquidni oladi, yana narx qaytadi yo'nalishga. Xo'p, endi equal high, equal low, buy side liquidity, sell side liquidity. Endi qaranglar. Maksimum pricelar bir-biriga yaqin bo'lishi equal high deyiladi. Ya'ni buy side olib ketishlar. Sell side da equal lowlarni bir-biriga tutash bo'lishi, ya'ni bir-biriga yaqin bo'lishi, bular equal low deyiladi. Trend line liquidity boya ko'rdinglar. Har bir down trendda har bir lower high'da, ya'ni impulsdagi korreksiyada nima bo'ladi? Likvidlikdan narx yechib boradi. Mana xuddi shunaqada savdo qilish bo'lsa, trend line liquidity nima bo'ladi? Impulsda savdoga kirilmaydi, korreksiyada deylik premium discount zona, discount premium zona 0.5 ga chizib oladigan bo'lsak, discount zona mana shu yerga to'g'ri keladi va biz nima qilamiz? Savdoga kiramiz. Xuddi balki ganna shu yerda ishlatiladi. Ko'ryapsizlar, har korreksiyadan savdo ochsa bo'ladi shortga mana trend line liquidity. Ko'ryapsiz? Bu yerda biz short ochdik va change of character bo'lgandan keyin, boyagi struktura bo'yicha change of characterdan keyin biz enter qilamiz tasdiq bilan, keyin bizning take profitimiz buy side liquidity gacha bo'ladi, narx o'sha yergacha boradi. Mana ko'ryapsizlar. Hali endi bir ikkita qoidalar bor, shularni ko'rib o'tamiz. Tak. Bir ikkita qoida. Liquidlik nima o'zi va eng to'g'ri ta'rif. O'sha bir ikkita qoidalarni ko'rib o'tsak,
sizga yanada osonroq bo'ladi. Likvidlik bu bozordagi buyurtmalar massasi. Trading tilida likvidlik bu stop orderlar, ya'ni stop loss, buy stop, sell stop jamlangan joy bo'ladi. Market limit orderlar bilan sekin yuradi. Market stop orderlar bilan tez impulsiv yuradi. Shuning uchun likvidlik bozor dvigatel hisoblanadi. Ya'ni likvid yo'q bo'lsa, pul yo'q bo'lsa, bozor hech qayerga qimirlamaydi. Likvidlik quyidagi buyurtmalar tashkil topadi. Stop orderlar narx yetganda avtomatik ochiladi. Ko'rsizlar? Stop losslar yo'qotishni cheklash uchun qo'yiladi. Narx o'shaga yetganda sotuvlar yopiladi minusda. Buy stop, sell stoplar breakoutchilar uchun ishlatiladigan narsa. Bozor stop market order esa impuls bo'ladi. Ko'ryapsizlar? Nega bu muhim? Smart money logikasi bo'yicha bozorni banklar, market makerlar, yirik institutlar boshqaradi. Ular uchun likvidlik kirish uchun qarama-qarshi tomon hisoblanadi. Chiqish uchun xaridor sotuvchi bazasi hisoblanadi. Juda muhim gap. Qarang. Yirik traderlar foyda qilish uchun biz ularga narxni taklif qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz stop qo'yamiz, ularga stop orqali ishlaydi. Likvidlik qayerda ko'p yig'adi? 100% ishlaydigan joylar. Highda lowlarda ko'proq bo'ladi. Ya'ni oldingi high, buy side liquidity, oldingi low, sell side liquidity bo'ladi yoki equal high, equal low. Ya'ni oldingi o'sha oldingi high bilan baravar nuqta yoki oldingi minimum bilan baravar nuqta. Endi previous day high, previous day low. Endi bu PDH, PDL deb yuritiladi. Bu degani bir kun oldingi maksimum yoki previous day low, bir kun oldingi minimum. Endi previous week high, ya'ni PVH bu bir hafta oldingi maksimum yoki previous week low bir hafta oldingi, ya'ni minimum price hisoblanadi yoki previous month yoki previous month low. Bu PMH, PML bu bir oy oldingi maksimum, ya'ni bir oy oldingi shamdagi maksimum, bir oy oldingi shamdagi minimum hisoblanadi va mana shu joylarda likvidlik ko'p bo'ladi. Bular hamma ko'radigan joy bo'ladi, hamma shu yerga stop loss qo'yadi, algoritm aynan shu joyni xohlaydi degan. Endi qarang, previous daily time frame bo'lsa, daily time frame bo'ladigan bo'lsa, daily oltini ko'raylik. Xo'sh, hozir internet ishlasa ko'rsataman. Trading yo'qotib qoldim. Misol uchun daily time frame da bir kun oldingi minimum va maksimum. Previous day high, previous day low bo'ladi. Misol uchun mana bu previous day low hisoblanadi. Previous day low hisoblanadi. Mana bunisi esa previous day high hisoblanadi. Previous day high. Xo'p, traderlar hozir bir chaqirib qoldi. Xo'p, tak. Mana bu ikkinchi qismini keyingi darslarda o'tamiz, xudo xohlasa. Buy side liquidity qayerda bo'ladi? Bir ikkita qoidachalar bor, shularni keyinroq o'tamiz. Hozir resume stop qilib bo'lsa, nima qilamiz? Agar stop qilib bo'lmasa, keyingi efir qo'yamiz. Xo'p, keyingi efir qo'yar ekanmiz.